Assalomu alaykum azizlar. Bugun O'zbekistondagi yagona sahoba, ulug' zot payg'ambar alayhisolatu vassalomga eng ko'p o'xshagan, u kishini oxirgi qabrga qo'ygan ulug' zot haqida eshitganmisiz? Biz u zotni ziyoratlariga keldik. Bu joy Samarqand shahridagi Shohizinda majmuasida joylashgan bo'lib, bu yer Samarqandning eng markaziy va eng turistik joylaridan biri hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, ko'plab turistlar kelib bu yerni ziyorat qilishadi. Har joydan bor. Xo'p, bu joyda nimalar bor? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu joyda xo'p, kiraverishda zinapoyalar bor, mashhur zinapoyalar. 40 dona zinapoya bilan tepalikka chiqiladi. Keyin bu joyda bir kishini, ya'ni bir ulug' zot sahobaning qabrlari emas, balki shahzodalar, shu Temuriylar, undan oldin Qoraxoniylar va undan keyingi vaqtdagi qabrlar mavjud. Mana shu joyda, mana oldimizdagi joy 15-asrda qurilgan o'ziga xos mana bu chillaxona. Bu joyda ibodat qilishgan. Uni pastida masjid joylashgan. Mana bu joyda Shohizinda jomisi, tahoratxonasi. Mana bu ko'rib turganimizdek, mana shu shaklda o'ngdan ham bor, to'g'ridan ham bor chiqiladi. Yuqorida go'zal tarixiy obyektlarni hozir ko'ramiz. Yana ketdik. Shohizindadan tashqari Samarqandning boshqa tarixiy obidalari ham ko'rinib turadi. Bibixonim masjidi masalan. Temuriy qurilish usuli moviy ko'k gumbaz arabcha naqshlar asosida qilingan.